Assalomu alaykum. Vohamiz ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda kunduzgi yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Jumanazar Komilov. Joriy yil 5-mart kuni Prezidentimizning korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining kengaytirilgan yig'ilishida berilgan topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda amaliy ishlarga kirishildi. Xususan, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish, korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirish bo'yicha prokuratura organlari tomonidan profilaktik tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etilmoqda. Hozir shu haqda Viloyat prokuraturasi tomonidan Sog'liqni saqlash boshqarmasida tibbiyot muassasalarining mansabdor shaxslari ishtirokida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda tizimda korrupsion xavfni kamaytirish mavzusi muhokama etildi. Tanqidiy ruhda o'tkazilgan yig'ilishda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishda yo'l qo'yilgan xato kamchiliklar aniq raqamlar va misollarda ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, tibbiyot muassasalarida korrupsiyaviy holatlarni oldini olish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar sarhisob etildi. Yig'ilganlarga tizimda korrupsiyaviy xavfni yaratuvchi omillar, bu turdagi jinoyatlarning ko'rinishlari, ularning huquqiy oqibatlari batafsil tushuntirildi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda keyingi yillarda sog'liqni saqlash tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Tibbiyot muassasalari modernizatsiya qilinib, bemorlarga xizmat ko'rsatish tizimi raqamlashtirilmoqda. Biroq bu tizimda korrupsiyaviy omillar to'liq bartaraf etildi degani emas. Jumladan, respublika miqyosida ayrim tibbiyot muassasalarida davlat xaridlarini amalga oshirish, dori-darmon ta'minoti, byudjet mablag'laridan foydalanishda xavf-xatarlar yuzaga kelayotgani tilga olindi. Bu borada viloyatimizda ham qat'iy nazorat o'rnatilgani eslatildi. Joriy yilning 5-mart kuni davlat rahbari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda bir qator topshiriq va vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Xorazm viloyat prokuraturasi organlari tomonidan barcha sohalardagi korrupsiyaviy holatlarni, sabablarini aniqlash va ularni muhokama qilish tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan, o'tgan 2024-yilda Xorazm viloyatida 200 dan ziyod korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etilib, mansabdor shaxslarning javobgarlikka tortilishi ta'minlangan. Xorazm viloyat prokuraturasi tomonidan sog'liqni saqlash tizimida sodir etilgan korrupsiyaviy holatlar muhokama qilinib olindi. Unda ushbu holatlarni kelib chiqishiga sabab bo'lgan shart-sharoitlar o'rganilib, ularni bartaraf qilish bo'yicha tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Yig'ilishda byudjetdan ajratilayotgan mablag'larning manzilli yetib borishi, dori-darmon, tibbiyot uskunalarini ochiq-oshkora sotib olinishi, taqsimlanishi, pul xizmatlardan tushumlarni maqsadli ishlatilishini ta'minlaydigan mexanizmlarni joriy qilinishi bo'yicha topshiriq va tavsiyalar berildi. O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazida davlat muassasasi Xorazm filialida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham tizimdagi korrupsiyaviy omillar tahlil etildi. Kelgusida bunday holatlarning oldini olish bo'yicha tezkor tadbirlar kuchaytirilishi ta'kidlandi. Endilikda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan nazorat yana kuchaytirilib, korrupsiyaviy holatlarga sabab bo'layotgan omillarni bartaraf etish, aniq va maqsadli takliflar ishlab chiqish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berildi. Joriy yilda O'zbekistonda kasaba uyushma tashkiloti faoliyat ko'rsata boshlaganining 120 yilligi nishonlanadi. Shuningdek, barcha tarmoq kasaba uyushmalarining 5 yillik hisobot saylov yig'ilishlari o'tkazilishi belgilangan. Hozirgi lavhamizda davlat muassasalari kasaba uyushmasi va agro-sanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi boshlang'ich tashkilotlarda o'tkazilgan hisobot saylov yig'ilishlari haqida so'z boradi. Kasaba uyushmalari boshlang'ich tashkilotlarining asosiy vazifasi xodimlar manfaatini to'laqonli himoya qilish, ularga zarur qulaylik, shart-sharoitlarni yaratib berishga ko'maklashishga qaratilgan. Xo'sh, kasaba uyushmalari boshlang'ich tashkilotlarida o'tgan 5 yillik hisobot davrida bu borada qanday ishlar amalga oshirildi? Viloyat g'aznachilik xizmati boshqarmasida bo'lib o'tgan yig'ilishda shu va kun tartibiga kiritilgan boshqa masalalar ko'rib chiqildi. Unda davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasining respublika hamda viloyat kengashi vakillari ham ishtirok etishdi. Viloyat g'aznachilik xizmati kasaba uyushma qo'mitasi faoliyati tahlil qilinib, qo'mita raisi va a'zolari 5 yillik muddatga saylandilar. Boshlang'ich tashkilot ish faoliyatida xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa manfaatlarni himoya qilish bo'yicha kelgusi vazifalar belgilab olindi. Davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari
Kasaba uyushmasi Xorazm viloyat kengashi tasarrufida bugungi kunda 195 ta tashkilot 23 mingdan ziyod a'zolarni birlashtirib, shularning ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilib kelinmoqda. Bu yil mana O'zbekiston Kasaba uyushmalari federatsiyasining nizomlariga asosan hisobot saylovlar 5 yilda bir marta o'tkazilib kelinmoqda. Ushbu hisobot saylov yig'ilishida qo'mita raisi va qo'mita a'zolari saylanib, bugungi kunda xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy manfaatlarini himoya qilish uchun oldinda qo'yilgan ustuvor vazifalar belgilab olindi. O'tgan 5 yilda yangi O'zbekistonning yangi kasaba uyushmalari shakllandi. Endi kasaba a'zolari ham uyushmaga a'zolik qanchalik manfaatli ekanligini yaxshi bilishadi. Buni Agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi Xonqa tuman kengashi tizimidagi Xonqa Qoramozi boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkilotida o'tkazilgan hisobot saylov konferensiyasi misolida ham ko'rish mumkin. Unda so'zga chiqqanlar 120 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi, bugungi taraqqiyoti, xalqaro maydondagi va jamiyatdagi mavqei haqida to'xtaldi. Bu yilgi hisobot saylovlar oldingilardan tubdan farq qilishi ta'kidlab o'tildi. Bugungi kunda kasaba uyushma tashkilotlari a'zolari 714 nafarni tashkil etadi. Konferensiyada ular nomidan 50 nafar delegat ishtirok qildi. O'tgan 5 yillik davr haqidagi hisobotda qayd qilinganidek, 2024-yilda jamoa shartnomalariga kiritilgan barcha imtiyozlar uchun 340 million so'm sarflangan. Tadbir ishtirokchilari kasaba uyushma tashkilotining 5 yillik faoliyatini qoniqarli deb topishdi. Shundan so'ng navbatdagi masala kasaba uyushma tashkiloti yetakchisini saylash masalasi ko'rib chiqildi va ochiq ovoz berish yo'li bilan delegatlar orasidan munosib nomzod boshlang'ich tashkilot raisligiga saylandi. Bugungi hisobot saylov yig'ilishida menga ishonch bildirdilar. Men shu bildirgan ishonchni jon dildan oqlashga harakat qilaman va jamoamizni qo'llab-quvvatlashga bor kuchimni safarbar qilaman. Kun tartibidagi boshqa masalalar ham tegishli tartibda ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. 2025-yil mamlakatimizda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi bevosita qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida band bo'lgan ishchi va xodimlar, fermer hamda dehqon xo'jaliklarida faoliyat olib borayotgan yurtdoshlarimizning ish sharoitini yaxshilash, shu orqali arzon va sifatli, tabiiy toza mahsulot yetishtirish imkonini beradi. Hisobot saylov yig'ilishi yakunida aynan shu jihatlarga ham e'tibor qaratildi. Faol a'zolarga sovg'alar topshirildi. Mana bugun Qoramozin mahallasida hududiy kasaba uyushma qo'mitasining hisobot saylov yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu yerda 715 nafardan ortiq a'zo mavjud bo'lib, ularning tarkibidan 50 nafari delegat sifatida saylangan edi. Yana aktiv faol ishtirok qilib, hisobotlar tiniqlanib, faoliyatiga qoniqarli baho berib, yangidan saylovlar o'tkazilib, saylov natijalariga ko'ra shu Qoramozin mahalla faol fuqarosi delegatlar tomonidan saylandi. Yig'ilishlar davom qilmoqda. Aprel oyining 10-sigacha ushbu jarayon davom qiladi. Bugungi kunda kasaba uyushmalarining mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojidagi o'rni, ta'siri tobora ortib borayotganligi, yangi O'zbekistonning yangi kasaba uyushmalari hayotida ham muhim o'zgarishlar yuz berayotganligi ta'kidlandi. Buni bevosita o'tkazilayotgan hisobot saylov yig'ilishlarining ochiq va oshkora, shaffof, adolatli o'tishini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar misolida ham kuzatishimiz mumkin. Xabaringiz bor, mamlakatimizda haftaning har juma kuni milliy liboslar kuni etib belgilangan. Xiva shahar davlat xizmatlari markazining barcha xodimlari milliy liboslar targ'ibotida faol qatnashib, o'z ish joylariga o'zbekona milliy liboslarda kelishdi. Shuningdek, markaz tomonidan fuqarolarga davlat xizmati ko'rsatish bo'yicha salmoqli natijalarga erishilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Milliy madaniyatimizni targ'ib qilish maqsadida barcha davlat va jamoat tashkilotlari, ijtimoiy-huquqiy muassasalar, ishlab chiqarish korxonalarida xodimlarning ish joylariga milliy liboslarda kelishi tavsiya etilgan. Juma milliy liboslar kunida barcha korxona, tashkilot va mahallalar, davlat muassasalarida milliy liboslar kunini uyushtirish, unda xodimlarning milliy liboslarda bo'lishi maqsadga muvofiq deb topilgan. Shu bois Xiva shahar davlat xizmatlari markazida ham milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish maqsadida milliy liboslarni kiyib, o'zbekona qadriyatlarimizni namoyish qilish bilan birga fuqarolarga davlat xizmatlarini ko'rsatish sifati va salmog'i ham oshib bormoqda. Joriy yilning 1-mart sanasidan pensiya yoshiga to'lgan fuqarolarga pensiya tayinlashning soddalashtirilgan tizimiga o'tilishi markaz xodimlariga qo'shimcha xizmat ko'rsatish imkonini berdi. Hozirgi kunda Davlat xizmatlari markazi tomonidan ko'rsatilayotgan
xizmatlar soni 410 taga yetib, markazlarda o'rtacha xizmat ko'rsatish vaqti 1 daqiqadan 5 daqiqagacha, o'rtacha kutish vaqti esa 10-15 daqiqani tashkil etmoqda. Fuqarolarning talab va takliflaridan kelib chiqqan holda xizmatlar ko'rsatilishini 3 qadam tamoyil asosida soddalashtirishga erishildi, ya'ni xizmatlar ko'rsatishni oson, o'rta va murakkab toifalarga ajratilishi natijasida xizmat ko'rsatish hajmi oshish bilan bir qatorda fuqarolarning ham vaqti tejalmoqda. Shuningdek, hozirgi kunda jami 5 ta proaktiv hamda 32 ta kompozit xizmatlar ko'rsatilishi joriy qilingan bo'lib, xususan joriy yilning 1-martidan boshlab fuqarolarga yoshga doir pensiyalarni proaktiv shaklda tayinlanishi joriy qilindi. Endilikda pensiya yoshiga yetgan fuqarolar tomonidan pensiya tayinlanishi uchun alohida murojaat etish talab etilmasdan, pensiya jamg'armasining axborot tizimi orqali avtomatik ravishda yoshga doir pensiyalar tayinlanmoqda. Bu esa o'z navbatida fuqarolarning qo'shimcha qulayliklar yaratib, pensiya tayinlash jarayonini soddalashtirishga erishildi. Viloyatimizda keyingi bir yilda davlat xizmatlari markazlari tomonidan 656.619 ta davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Bu ko'rsatkich oldingi yilga nisbatan 35.000 taga ko'paygan. Shuningdek, Xiva shahrida ham davlat xizmati ko'rsatish markaziga murojaat qilgan fuqarolar soni oldingi yilga nisbatan 15% ga oshgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2024-yil 12 noyabrdagi 384 umumsonli buyruq qabul qilingan bo'lib, mazkur buyruqqa asosan huquqiy mahalla konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Bugungi kunda huquqiy mahalla konsepsiyasi doirasida Xiva shahar adliya bo'limi tomonidan uy-uy yurish orqali 2,5 ming yaqin aholining huquqiy muammolari aniqlangan bo'lib, ularning barchasi ijobiy hal etishiga erishildi. Bundan tashqari, aholining huquqiy ongli va huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida 2617 ta huquqiy targ'ibot tadbirlari tashkil qilindi. Tengdoshimga huquqiy yordam aksiyasi doirasida 255 ta yoshlarga huquqiy yordamlar, 75 nafar fuqarolar, pensioner va nogironligi bo'lgan shaxslarga soliq imtiyozlari qo'llanishiga erishildi. Bugungi kunda davlat xizmatlari ko'rsatish tizimining tobora takomillashib borayotgani bevosita fuqarolarning davlat organlariga ishonchini oshishiga xizmat qiladi. Buning uchun esa har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning fuqarolar hayotiga befarq bo'lmasligi, huquqiy yordamni ko'rsatib murojaatlarni o'z vaqtida hal etishga harakat qilishi lozim bo'ladi. Asosiy maqsad fuqarolik jamiyati institutlariga davlat va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy va gumanitar sohalarini rivojlantirishga ko'maklashish, davlat organlari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan fuqarolar o'rtasida hamkorlikni yuqori bosqichga olib chiqishdan iborat. Yangiliklarimiz davom etadi. Viloyat hokimligi reklamani muvofiqlashtirish bo'linmasi Qo'shko'pir tumani hokimligi bilan hamkorlikda tuman markazidagi tashqi reklama vositalarining reklama to'g'risidagi hamda davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga mosligi yuzasidan o'rganish ishlari olib borildi. Qo'shko'pir tumani markaziy ko'chalarida o'tkazilgan o'rganishlardan asosan ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi va savdo muassasalar tomonidan tegishli qonunchilikka rioya qilinishining ahvoli o'rganildi. Bugungi kunda tashqi reklama hudud ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi, biznes rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali vositalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga u xalqimizga bevosita ta'sir qiladigan axborot manbai sifatida davlat tili va reklama qonunchiligiga to'liq mos kelishi kerak. Lekin o'z biznesini yoki xususiy tadbirkorligini ko'ylarda reklama qilish maqsadida me'yoriy talablarni buzayotganlar ham talaygina. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasiga ko'ra o'zbek tili davlat tili hisoblanadi. Shuningdek, davlat tili to'g'risidagi qonunning 9-moddasida barcha e'lon va reklama matnlari davlat tilida bo'lishi shartligi belgilangan. Shu sababli mamlakatimizda tashqi reklama vositalari o'zbek tilida yozilishi, ularning to'g'ri va ravon ifodalanishi muhim ahamiyatga ega. Ba'zida shunday holatlarga guvoh bo'lamizki, reklamalarda imloviy xatolar, so'zlarning noto'g'ri ishlatilishi yoki begona tillarning me'yoridan ortiq qo'llanilishi kuzatiladi. Bu esa nafaqat til me'yorlariga, balki qonun talablariga ham zid keladi. O'rganishlarda ham ana shunday holatlar ko'plab uchradi. Viloyat hokimligidan reklama bo'linmasi, keyin monopoliya bo'linmasi hamda Qo'shko'pir tumani hokimligi birgalikda reklamalarning, tashqi reklama vositalarining reklama to'g'risidagi, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlarga rioya qilinishi yuzasidan o'rganishlar o'tkazib, o'rganish yuzasidan aniqlangan kamchiliklar bo'yicha tadbirkorlarga tushuntirishlar berilib, ayrimlarini bartaraf qilish yuzasidan tadbirkorlarga tushuntirish berilib, ayrimlari esa joyida bartaraf qilindi. Ba'zilariga ogohlantirish xatlari berilib, ularga muddat belgilandi.
Tahlillar davomida aniqlangan ayrim kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Qolganlari bo'yicha esa tadbirkorlar bilan ochiq muloqot tashkil etilib, reklama e'lonlarini qonun talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shu bilan birga qoida buzilishlariga yo'l qo'ygan tadbirkorlarga ogohlantirish xatlari taqdim etildi. Tabiat sofligi bugun eng dolzarb masalalardan biriga aylangan yurtimizda atrof muhitni asrash choralari ko'rilmoqda. Shahar va tumanlarda mahallalar va ko'chalarda bog'lar yaratilib, o'ziga xos yashil belbog'lar tashkil qilinmoqda. Bu jarayonda albatta daraxt ko'chatlariga talab ortadi. Shovot tumanida bu borada o'ziga xos tajriba yaratilgan. Hozir shu haqda. Viloyatimizning shahar tumanlarida, mahallalarda har yili bahor va kuzda daraxt ko'chatlari, gul ko'chatlarini ekish an'anasi yanada jonlanadi. Joriy yil mavsumda ham erta bahordan barcha hududlarda ko'chat ekish ishlari ushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Shovot tumani Archazor mahallasidagi mana bu fermer xo'jaligi dalasida asosan manzarali hamda mevali daraxt ko'chatlari yetishtiriladi. Gul ko'chatlari ham parvarishlanmoqda. Fermer xo'jaligi a'zolari o'zi ishlayotgan va yashayotgan hududini yashil makonga aylantirishga munosib hissasini qo'shmoqda. Hozirgacha fermer xo'jaligida yetishtirilgan archa, qarag'ay, можжевельник, sapura, gujum va atirgullar shartnoma asosida joylariga yetkazib berildi. Katta yo'l bo'ylari, korxona tashkilotlar atrofiga ekilgan ko'chatlar atrof muhit musaffoligini ta'minlab, tuman shaharlar ko'rkiga ko'rk qo'shmoqda. Fermer xo'jaligimizda manzarali daraxtlar, ko'chatlar yetishtirilib turibdi. Hozirgi davrda har xil daraxtlar, ko'chatlar bor. Issiqxonada gul ko'chatlarimiz bor. Viloyatda idora tashkilotlariga, korxonalarga yetkazib beramiz. Issiqxonada yetkazib turgan gul ko'chatlarimiz, keyin fermer xo'jaligida o'zlarimiz o'z qo'limizda yetishtirib turgan manzarali daraxtlarning ko'chatlari katta yo'l bo'ylarini ko'rkamlik bag'ishlab turadi. Bundan biz faxrlanamiz. Fermer xo'jaligi atrofini ko'rsangiz bahri dilingiz ochiladi. Yashillikni ko'rib kayfiyatingiz yanada chog' bo'ladi. Ko'rib turganingizdek dala atroflariga mevali hamda manzarali daraxt ko'chatlari o'tkazilgan. Yashil belbog' tashkil qilingan. Turli mevali daraxt ko'chatlari ekilgan bog' esa juda fayzli. Bahor kelishi bilan hududda ekin ekishga ham tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Ta'kidlashimiz kerak, o'zimiz yashayotgan hududni ko'rkam va chiroyli bo'lishi, yashillikka burkanishi esa ishlarimiz unumli hamda samarali bo'lishini ham ta'minlaydi. Hozirgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.